Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa 2-iyun. Urganch Dehqon bozorida biz bilan Infimartni aytib ketamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib ko'raveramiz. Bizdan sizlarga Xudo xolasa yangiliklarning zo'rlari. Tak, buni ko'rsatib bersam sizlarga. Bugungi holat bu 155 ga chiqibdi. Euro 1.300.000. Xullas, hamilamiz videosini qo'yib beraman. Bozorga borib informatsiyalarni bilincha, hamilamiz videosini ko'rib turinglar. Jetour avtosalonida. Jetour mashinalar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar avtosalonga. Variantlari bor har xil. Bugun Xudo xolasa bayram ustuna bayram. Ro'zmat ataman bugun X70 mashinasini topshiramiz. Bir emas 3 mashina topshirdik. Endi Instagramda ko'rishingiz mumkin. Ro'zmat ata, Rahmat. 10 bo'lsa mashinalar. Rahmat ilohi. Tabriklayman. Rahmat. Bundan ham yaxshilarini minmak nasib etsin. Fikringiz bo'lsa avtosalon haqida, xodimlar haqida o'zingizni bir xolisini aytib bering. Yo'q, şu salonni xodimlarining haqqında gap so'zimiz yo'q. Muomalasi yaxshi, hamma ishlarni tez bitib turibdilar. Dokumentlarini boshqa ishlarini ham. Bu avtosalon xodimlarining ham ishlarini omad tilaymiz, sog'lik salomatlikda. Eng globni yaxshi niyat qilsangiz, Xudo xolasa niyatlaringizga erishasizlar. To'g'rimi? Rahmat, to'g'ri, yaxshi. Xiyoga yetamiz menda Xudo xolasa. Avob. Qochchini so'yib o'tiraveringlar. Boramiz Xudo xolasa. Nasib etsin. Assalomu alaykum og'a. Assalomu alaykum. Nereden geldiniz? Gürlen'den. Güllen'den. Yine. Tebriklayman ağa. Rahmat. X70 Jetour avtomashinasini topshirdik yine ağamıza. Ağadınız kim? Davron. Davron ağa. Güllen nereden siz? Marguvat mahallasi. Aha. Endi geçte indi Xudo xolasak Tashkil. Öl diye yetadi. Ha. O'zingizni fikringizni aytsangiz avtosalon haqida. Shu Jetour avtomobilni xarid qildim. Niyat etib X70'ini sotib oldim. Xudo xolasa nasib etsa dadamga topshiraman. Dedenize bundan ham ulug'lanib topshirib o'tirmak nasib etsin. Bizdan chaqirsangiz ishlatib xalqimizga yetirib beramiz haqida. Yaxshi niyat qilgan odamlar Xudo xolasa niyatini erishadi. Hammaga nasib qilsin mashin. Kim niyat qilgan bo'lsa. Asa sizga oq yo'l, ishlaringizga omad. Dedengizni bir kvantiring borib. Rahmat. Sizlar ham kelaverasizlar Jetour avtosaloni. Sizlar uchun har xil variantlar bor. Rassrochka deysizlarmi, bartelmi, nima deydi, yana bir kreditmi, xullas no varianti bo'ladigan bo'lsa, hamma ishkidan bor. Bonuslarini topshirganmiz, poliklari bor edi bonuslar. Yana boshqa variantlar ham bor edi. Xullas Jetour avtosaloniga kelaverasizlar. Xullas bozorga keladigan bo'lsak, bugun bozor $100 $1.195 pataloki, 1.193 ham so'rab yurganlar bor, har har xil. Rubl pasaydi lekin. Rublni shu 155 dan tutib ta 160, 161 adam bo'lib turibdi. Tanga 24 ming so'm, 1000 tanga, 100 euro 1.300 bilan 350 atrofi. 23 ham tushdimi? 23 ham tushibdi yine hozir. 23 ga tushdi dedilar. Keyin Evroni aytdik, Turk puli 200 mingdan 250 ming endi 1000 lirani bahasi. Ana shunday yangiliklar, bugun yangiliklar bilaman da sizlar. Sog' bo'linglar, biz izlashda davom eting.